akalar. Mana ko'rdingizmi ahvolni? Mana kelinim bilan o'g'lim mana sparisda kechqurun tushib ketdi mana. Hozir mana. Kechqurun tushib ketdi. Mana. Bugun samarazlarni qarang. Voy! Bunga puliga berganlikka halollab bermayman, meni asablarim buzilyapti mana. Yo'q, Tushib ketdi, ko'rmay tushib. ko'yamga qilib Mana. Oldim, mana kelinim bilan o'g'lim. Voy. Jang Jang yaxshi bo'lgan. Burasida ko'pkari bo'lgan bola deydi. Mana qanday sakrashgan bo'ldi. Voy. Endi Javohirjon bu bo'ladi bunaqa holam. Endi bu turarkan. Bo'lib turadi endi. U endi eshitma qo'yilmagan ekan. Qarang, tagida anu bo'lish kerak edi. Rekka taxtalari bo'lish kerak deb terilgan. yo'q endi ana yerning tortish kuchi bor shu Javohir. Ha, gravitatsiya. Gravitatsiya bor. To'g'ri. Kelim bilan o'sha hisobga olmaganda. Ha, to'g'ri. Newton qonunlarini o'rgatayotgan payt ikkovlari uxlayotgan bo'lgan yoki kelmagan maktabga o'sha paytda. Akalar bu yomon gap emas. Turibsiz. Oldin birinchisi yotish kerak, keyin ketidan ikkinchisi sekin uzun tushib yotish kerak. Bularga Birdaniga sakrab yotgan bo'lsa, bu endi ko'p dosh bera olmagan o'sha.